Assalomu alaykum. Sizlar bilan voqealarga real nazar tashlovchi kanal Siyosat va jamiyat. Xabaringiz bor, Eron AQShning ehtimoliy hujumiga qarshi tayyorlanmoqda. Xo'sh, agar urush bo'ladigan bo'lsa, Eron o'zini qanday himoya qiladi? Eron harbiy doktrinasi asosan asimetrik urush tamoyiliga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, Eron an'anaviy qurollar, ya'ni samolyotlar, kemalar bo'yicha kuchliroq raqiblarga qarshi o'zining raketa va dron texnologiyalari bilan javob qaytaradi. Biz bugun sizlarga Eronning eng kuchli 5 ta qurol tizimi haqida ma'lumot beramiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bavar 373 havo hujumidan mudofaa tizimi. Eronning Rossiyadan S-300 olishda yuzaga kelgan cheklovlar natijasida yaratgan o'z qalqoni. 450 kilometrgacha masofani nazorat qiladi. 300 kilometrdagi nishonni urib tushiradi. Sayyar 4B raketalaridan foydalanadi. Eron bu tizim Amerikaning 5-avlod F-35 Stealth samolyotlarini aniqlay olishini ta'kidlaydi. Lekin bu rasman isbotlanmagan. U butunlay mahalliy texnologiya bo'lgani uchun tashqi sanksiyalarga bog'liq emas. Eronning Natanz va Fordo kabi yadroviy obyektlarni himoya qilishda 24/7 rejimida navbatchilik qilmoqda. Kamchiliklari: G'arb ekspertlari uning radarlarini yuqori darajadagi elektron xaritlar ostida qanchalik bardoshli ekanligiga shubha bilan qaraydilar. Xorramshahr 4 ballistik raketasi Eronning eng og'ir vaznli va vayronkor raketasi. Masofasi 2000 km, jangovar kallaga 1500 kg. Bitta raketa butun bir shahar kvartalini yoki ulkan harbiy bazani kultepaga aylantirishga qodir. U atmosferadan tashqarida ham boshqariladi. Bu esa uni tutishni qiyinlashtiradi. Strategik tiyib turish quroli 2024-yilgi hujumlarda uning texnologiyalaridan foydalangan. Kamchiliklari: suyuq yonilg'ida ishlashi uchirishdan oldin yoqilg'i quyish uchun uzoq vaqt, ya'ni 45-60 daqiqa talab qiladi. Bu vaqtda u dushman aviatsiyasi uchun oson nishon bo'ladi. Shahid 136 kamikadze droni kambag'allarning qanotli raketasi deb ataluvchi ushbu dron zamonaviy urushlar tarixini o'zgartirdi. Delta qanotli, uzunligi 3,5 metr, 50 kilogramcha portlovchi modda tashiydi. Uchish masofasi 2000 kilometrdan 2500 kilometrgacha. O'ta arzon, ya'ni taxminan $20,000. Ularni yuzlab dona qilib to'da shaklida uchirish dushman havo mudofaasini shunchaki charchatib qo'yadi va radarlarga sezilmay qolishi mumkin. Agar 100 ta drondan 5 tasi aniq nishonga tegsa ham, bu iqtisodiy g'alaba degani. Qolaversa, dushman ularni urib tushirish uchun millionlab dollar turadigan havo hujumidan mudofaa tizimlarining snaryadlarini tugatib qo'yishi mumkin. Rossiya Ukraina urushida, ya'ni Geran 2 nomi ostida va Yamandagi Husiylar tomonidan Saudiya Arabistoni neft obyektlariga hujumda hal qiluvchi rol o'ynagan. Kamchiliklari: tezligi past, ya'ni 185 km/s va dvigateli juda baland ovoz chiqaradi, xuddi moped kabi. Oddiy zenit to'plari bilan ham urib tushirish mumkin. Sijil qattiq yoqilg'ili ballistik raketa. Bu raketa Eronning Isroil va mintaqadagi boshqa raqiblari uchun eng katta dahshati hisoblanadi. 2 bosqichli uchish masofasi 2000-2500 kilometrgacha. U 1000 kilogramdan ortiq jangovar kallak tashiydi. Qattiq yoqilg'i uning asosiy ustunligidir. Suyuq yoqilg'i raketalardan farqli o'laroq sijilni yonilg'i bilan to'ldirilgan holda yashirin omborlarda yillar davomida saqlash va buyruq berilgach 5-10 daqiqa ichida uchirish mumkin. Uni aniqlash va yo'q qilish deyarli imkonsiz. Barcha harbiy manyovrlarda asosiy zarba kuchi sifatida ko'rsatiladi. Kamchiliklari: qattiq yoqilg'ili texnologiyasi barqarorligini ta'minlash o'ta murakkab va noto'g'ri saqlash portlash xavfini tug'diradi. Fattah 1 gipertovushli ballistik raketa. Bu Eron harbiy sanoatining shoh asari bo'lib 2023-yilda taqdim etilgan. U Eronni gipertovushli texnologiyaga ega sanoqli davlatlar qatoriga qo'shdi. Tezligi 13-15 mah, ya'ni soatiga taxminan 16000 km. Masofasi 1400 km. Raketaning oxirgi bosqichi o'z yo'nalishini o'zgartira oladigan harakatlanuvchi soplolarga ega. Dunyodagi hech bir havo mudofaa tizimi, jumladan AQShning Patriot yoki Isroilning Arrow 3 tizimlari bunday tezlikda va kutilmagan trayektoriya bilan uchayotgan nishon urib tushira olmaydi. 2024-yil oktyabrda Isroilga qilingan sodiq va'da 2 hujumida ilk bor jangovar qo'llanilgan va strategik aviabazalarni nishonga olgani xabar qilingan. Kamchiliklari: texnologik murakkabligi sababli ommaviy ishlab chiqarish qiyin va har bir birlikning narxi o'ta baland. Shuni aytish joizki, Eron dronlar va raketalarni
kombinatsiya qilgan holda to'la hujumlarni qo'llaydi. Masalan, 2024 va 2025-yillardagi mashg'ulotlar ko'rsatganidek, Eron avval yuzlab arzon shahid dronlarni uchiradi. Dushman ularni urib tushirish uchun qimmatli raketalarni sarflaydi va radar tizimlari band bo'ladi. Shu paytda Eron o'zining aniq zarba beruvchi ballistik raketalarni uchiradi. Bu usul dushmanning eng zamonaviy havo mudofaa tizimlarini ham falaj qilib qo'yadi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, Eron raketa tizimlari harakatlanuvchi nishonlarga, masalan, aviatashuvchi kemalarga o'xshagan tizimlarga zarba berishda qiynalishi mumkin. Eron qurol tizimlari unga strategik chuqurlik beradi. Ular dushmanni urush boshlashdan qo'rqitishga, agar urush boshlansa, dushmanning iqtisodiyoti va harbiy bazalariga tuzatib bo'lmas zarar yetkazishga qaratilgan. Video roligimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar.